Demak, bugungi mavzuyimiz o'qituvchi va o'quvchilar haqida. Sizga oddiy tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'qituvchi va o'quvchilar haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, o'quvchi, avvalo o'quvchilarga to'xtalamiz, keyin o'qituvchilar haqida gaplashamiz. O'quvchi maktabning ichki tartib-qoidalariga muvofiq kiyingan, o'quv qurollariga ega bo'lgan maktab yoshidagi bolalar. Qarang, yana qaytarib o'tiraman. O'quvchi maktabning ichki tartib-qoidalariga muvofiq, ya'ni har bitta maktabda o'zining ichki tartib-qoidasidan kelib chiqqan holatda o'zining formasi bo'ladi. Ana shu formasi, bizning tilda aytganda formasi. Ana shu formasida maktabning ichki tartib-qoidalariga asoslangan qoidasi bor. Ana shu tartib-qoidalariga asoslangan formasini kiygan va o'quv qurollari, ya'ni kitob, daftar, ruchkasiga ega bo'lgan o'quvchilar hisoblanadi. Maktab bolalari o'quvchilar hisoblanadi. Endi xo'sh, o'quvchilarning ham o'ziga yarasha vazifasi bor. O'quvchilar maktabga borib, xohlasa o'qib, xohlasa o'qimay, xohlagan qilish yo'q, unday bo'lmaydi. O'quvchilarning ham o'ziga yarasha vazifalari bor. O'quvchilarning vazifalarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, o'quvchilar maktabga vaqtida borishligi. Birinchi navbatda o'quvchilarning ta'lim jarayoni haqida o'ylaylik. Ta'lim jarayonida o'quvchi bor, ota-ona va ustoz bor. O'qituvchi. Ana shu ota-ona va ustozlarning o'quvchilarga qo'yiladigan talabi, ya'ni ikkalasining, ustozning va ota-onaning birgalikda jarayoni bu ta'lim-tarbiya jarayoni hisoblanadi. Maktablardagi ustozlar ham, ota-onalar ham o'quvchilardan talab qiladi mana shu vazifalarni. Endi o'qituvchilar talab qiladi, lekin ota-onalarchi? Ana shular haqida gaplashamiz. Demak, birinchi navbatda o'quvchi maktabga borishidan oldin uyda qornini to'qlab olish kerak. Chunki to'q qorin bilan borishlik kerak. Borguncha ozgina piyoda yurib boradi, normal holatga keladi qorin va ilm olish mumkin. Och qoringa ilm kirmaydi. O'ta to'q qoringa va och qoringa ilm kirmaydi. Demak, qorin to'q va qo'llarni yuvib, toza, pokiza holatda borishlik kerak maktabga. Hamda maktabga vaqtida borish. Vaqtida borish nimaga kerak? Vaqtida borish tartib intizomni o'rgatadi. Agar o'quvchi soat o'zi ichki tartib-qoidaga ko'ra 5 ta kam, agar 8 da boshlansa, 5 ta kam 8 da. Ya'ni dars boshlanishidan 5 daqiqa oldin o'quvchilar sinf xonasida bo'lishlik kerak, qonunga ko'ra. Endi vaqtida maktabda bo'lishlik o'quvchilarda tartibni, intizomni o'rgatadi. Maktabda vaqtida bo'lish kerak. Ana shu o'quvchilar tartib intizomli bo'lib voyaga yetadi. Demak, maktabda vaqtida bo'lishligi, qorin to'q va toza bo'lishligi kerak. Keyin formada va o'quv qurollariga ega bo'lgan holatda borishlik kerak. Nima uchun maktablarda forma deyiladi? Nima uchun har bir maktab, xususiy maktab bo'ladimi, davlat maktabi bo'ladimi O'zbekistonda forma talab qilinadi? Sababiki, o'quvchilar ichida tabaqalanish yuzaga kelmasin. Mana misol uchun, bitta o'quvchi bor. Ana shu Eshmat deylik ismini. Eshmat degan o'quvchimiz chiroyli eng qiyin so'nggi modadagi kiyimlarni kiyib kelsa, forma yo'q deb tasavvur qiling. Bitta o'quvchimiz bor, Toshmat. Uning ota-onasi mundoq yoki otasi yo'q yoki onasi yo'q bo'lishi mumkin, yoki ota-onasi bor-u, lekin iqtisodiy qiyin ahvolda bo'lishi mumkin, yoki ota-onasini biri kasalmand bo'lishligi mumkin. Oilasida qandaydir muammolar bor bo'lishligi mumkin. Uning ota-onasi unga kiyim olib bera olmasligi mumkin. Endi bu yerda nima qiladi? Tabaqalanish yuzaga keladi. Oddiy oilaning bolasini ko'ngli o'ksiydi. Shuning uchun hamma bir xil kiyilsa, hech kim tabaqalanmaydi, hamda muhit, aura bir xil bo'ladi. O'tda muhit. Mana misol uchun siz sportivniy kiyim kiyinib yursangiz ko'chada qanday yurasiz? Yoki klassik kiyim kiyinib yursangiz qanday yurasiz? Demak, kiyim ham insonni aurasiga ta'sir qiladi, dars jarayonini sifatiga ta'sir qiladi. Ya'ni bolalarning xayoli hammasi nima? Fikrlashida biz hammamiz bir xilmiz degan tabaqalanish bo'lmaydi. Ko'ngil ranjishlik bo'lmaydi. Hammasi bir xil bo'ladi, bir xil muhit, hammasi ilm olish uchun kelgan muhit bo'ladi. Aura shunday shakllanib qoladi.
Muhit bir xil bo'ladi. Ta'lim jarayoni muhiti shakllanadi. Shuning uchun hamma forma kiyishlik kerak. Bir xil hamma forma kiyishlik kerak. Hamda o'quv qurollari. O'quv qurollarini, kitoblarni davlat tomonidan nima tekinga berilyapti. Ruchkalar bu eng arzon narsa bo'lsa kerak. Ruchkadan arzon narsa bo'lmasa kerak hozirgi kunda. Ruchka daftar olib bersa bo'ldi ota-ona. Ana shu o'quv qurollari bilan maktabga kelishligi kerak. O'quvchining vazifasi shu. Formada va o'quv qurollari bilan maktabga kelish kerak vaqtida. Keyingisi dars jarayoniga xalaqit qilmaslik. Ustoz dars o'tar ekan, uni fikrini bo'lmaslik, xalaqit qilmaslik kerak yoki o'rtoqlarini, sinfdoshlarini fikrini bo'lmaslik kerak. Chunki ular ham ilm olish payda bo'ladi. Fikr bo'lmaslik kerak. Dars jarayoniga xalaqit qilmaslik kerak. O'zi 30 talab 40 tagacha ayrim sinflarda o'quvchi bor ekan, ularni tinchlantirib olishning o'zi bir qobiliyat. Ularni tinchlantirib, diqqatini bitta nuqtaga qaratib olishning o'zi bitta katta bir mahorat. Ana undan keyin ilm o'rgatiladi. Shuning uchun dars jarayoniga xalaqit qilmaslik kerak. Undan keyingisi darsdagi vazifalarni bajarish. Ustoz aytayaptimi, bajarish kerakmi? Bajarish kerak. Imkoniyatdan kelib chiqqan holatda. Ya'ni turli sinfda 30 ta o'quvchi bo'lsa, ularning intellektual darajasi, ilmi, salohiyati 30 xil bo'ladi. Shuning uchun qo'lidan kelganicha nima qilish kerak? Vazifalarni, ustoz bergan vazifalarni bajarish kerak. Keyingisi ustozni hurmat qilish kerak. Oson emas. O'qituvchilik kasbi oson kasb emas. Ustozni hurmat qilish kerak. Xo'p bo'ladi deyish kerak. Xo'p bo'ladi ustoz. Chunki hech qaysi bir ustoz o'quvchilarni bekorga urishmaydi, bekorga "Ey, jim bo'l" demaydi. Nega jim o'tiribsan, tur o'rningni to'polon qil demaydi-ku. Nega uyga vazifa qilib kelding, bekor qilibsan demaydi-ku. Shuning uchun ustozlarni nimasi koyisa ham nimasi hurmat qilish kerak, ularga nisbatan hurmatda bo'lish kerak. Hurmat, izzatda bo'lish kerak. Keyingi sinfdosh va maktabdagi barcha boshqa o'quvchilari bilan birgalikda do'stona munosabat qurish kerak. Ya'ni o'zidan vorzakon yasab olib, uni urgan, hali buni urgan, hali sinfdoshni urgan, hali qo'shni sinfdagini urgan, hali o'zidan kichkina bolalarni urib pulni olib qo'ygan, unaqa bo'lishi kerak emas. Do'stona munosabatda bo'lish kerak hamma bilan, maktabdagi jamoa bilan. Shunda do'stlik, ahillik, inoqlik, birdamlik shakllanadi. Keyingisi ustoz uyga vazifa berdimi, albatta uyda qilish kerak. Chunki ilm takrorlash va qaytarish mevasidir. O'quvchi degani albatta uyga vazifa qilish kerak, ota-ona esa buni nazoratga olish kerak. Nafaqat buni uydagi darslarni, barchasini ota-ona nazoratga olishi kerak. Bilasizlar, menga nima alam qiladi? Ota-onalar mana bu narsalarni nazorat qilish tugur. Ayrim ota-onalar, hamma emas, ayrim ota-onalar hattoki farzandi nechinchi sinfda o'qishligini, A sinfdami, B sinfdami, sinf rahbarligi kimligini bilmaydi. Bunday ota-onalar aniq farzandini uyda vazifa qilyaptimi, maktabda yurish turishi, o'quv qurollari, formasiyu bironta narsasi bilan shug'ullanmaydi. Bunday ota-onalarga ashinaman. Demak, o'quvchilar mana bu vazifalarni bajarishligidan tashqari keyin telefon alohida yozib qo'ydim. Telefon mavzusiga to'xtalsak. Telefon o'quvchilarga juda ham salbiy ta'sir qiladigan vosita bo'lib qoldi. Ana aytadi-ku, yoshligimizda eshitganmiz. Bolaning bo'sh vaqti shaytonning ish vaqti. Shaytonga ish qolmadi. Telefon bajaryapti ishni. Shayton dam olib yuribdi. Dubaylarda dam olyapti u hozir. Dam olyapti. Unga ish qolmadi. Shu telefonni o'zi olib kelyapti. Adin Xbet bilan qanchasi tushib qoldi. Xo'sh, telefonlar orqali zombi bo'lib ketyapti. Ko'chada ko'rganmisizlar? Mashinada o'tib ketayotgan bolalarni. Salom ham bermaydi. Ko'chada ko'rganmisiz? Soatlab telefon o'ynayotgan bolalarni. Sizni ko'rmaydi ular. Bu matohdi. Bu matohdi. Yaxshi va yomon tomonlari bor. Yaxshi tomoni shundaki, aloqa qilsangiz uzoqdagi odamni ko'rishib gaplashish mumkin, telefon orqali gaplashish mumkin yoki Telegramda bu ishlarni, WhatsApp, Telegram, ijtimoiy tarmoqlar orqali, Instagram orqali tezroq ishlaringizni bitirishingiz mumkin. Lekin yomon tomoni, bu yoshlarga yomon tomon.
ularga berilgan yoshlikdagi vaqtni ilm olishga emas, ijtimoiy tarmoqlarga vaqtini bekor sarflayapti. Bekorga sarflayapti. Bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, ana shuni 8 soat, 10 soat uyquga sarflaydigan bo'lsa, qolgan qismini ilm olishga sarflash kerak. Lekin ular nimaga sarflayapti? Telefon o'ynashga sarflayapti. Telefon o'ynashni zararli tomonlari juda ham ko'p. Shuning uchun Xitoyda bu telefon bilan bizda ancha rivojlangan davlatga Xitoy misol uchun. To'g'rimi? Bizdan ancha 40-50 yil balkim oldinlab ketgan. Shuning uchun ularda bizdan oldingi, ya'ni bizda hozir mana 5-6-sinf bolalar o'ynayotgan bo'lsa, ularda bundan bir 10 yil oldin o'sha 5-6-sinf bolalari 10 yil, 15 yil oldin bizda qo'limizda telefonlar o'ynab yurgandi. Demak, aytmoqchi bo'lganim nimaki, bizdan ko'ra ancha rivojlangan, bizdan ko'ra bunaqangi kasalliklar bilan ular allaqachon kasallangan va ularning farzandlarini hozir maxsus qamoqxonalar ochilib, maxsus qamoqxonalarga olib ketib, ana shu yerda davolashyapti. Mana shu telefon kasalligiga yo'liqqanlarni. Janubiy Koreyada esa telefon maktabda tutish mutlaqo taqiqlangan. Taqiqlangan. Bizda ham maktab hududida telefondan foydalanish taqiqlangan. Siz aytishingiz mumkin, men bolamga telefon olib beraman aloqa qilib turishligim uchun. Marhamat, olib bering, bunga qarshilik yo'q. Faqat knopkali telefon olib bering. Knopkali, ijtimoiy tarmoqqa kira olmaydigan alo uchun 150 ming so'm, 200 ming so'm turadigan telefon olib bering. Marhamat. Telefon. O'ynash miyani rivojlanishiga juda ham katta salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni rivojlantirmaydi, mantiqan fikrlashga o'rgatmaydi, zombi qilib qo'yadi. Fikrlamaydigan manqurt bo'lib qoladi. Bilasizlarmi, ko'r va karlarning ikki xil turi bor. Birinchisi tug'ma, ikkinchisi orttirilgan, ya'ni kasb davomida, yashash davomida qandaydir voqea hodisa bo'lib qolib, ko'r yoki kar bo'lib qoladi. Orttirilgan kasallik, orttirishi mumkin ko'r va karlikni. Endi mana bunaqasiga yana 3-turi ham bor. Bu 3-turi ko'r va karlikning 3-turi. Bu tabiiy emas, bu ham orttirilganga kiradi. Ya'ni garang bo'lib turib eshitmaydi emas, siz gapirsangiz eshitadi. Ko'r bo'lib turib ko'rmaydi emas, siz ko'rsatsangiz ko'radi. Lekin qalban kar va ko'r bo'lib qolyapti o'quvchilar. Gapirsangiz nasihat olmaydi. Ha, xuddi eshitgandek bo'ladi. Siz ketganingizdan keyin esdan chiqib ketadi. Ko'rsatasiz, mana bu, mana bunaqa xato qildi, mana buni qara, ko'r, mana bundoq qilish kerak. Siz qila olmaydi, bajarmaydi. Qalban ko'r va karlar paydo qilyapti mana shu telefonni ichiga mukkasidan ketishlik. Shuning uchun kimda kim farzandini sevsa, farzandini kelajagini o'ylasa, farzandini maktab bitirgunga qadar ijtimoiy tarmoqqa kiradigan telefonni olib qo'ysin. Va'da bering, sen bolam maktabni bitirib oliy ta'limga grant asosida kirgan, senga dunyodagi eng zo'r telefonni olib beraman deb. Lekin va'dangizda turing. O'qishga kirgandan keyin olib bering. Eng zo'rini olib bering. Faqat kirgandan keyin. Yo bo'lmasa olib bering, faqat uyda kechqurun yarim soat, 1 soat mayli foydalansin, kirsin, o'sha o'rtoqlar bilan gaplashsin, ijtimoiy tarmoqqa. Faqat me'yor bo'lsin. Ras me'yor qilib bera olmadingizmi? Me'yorda shu yarim soat, 1 soat foydalanish me'yorini nazoratga ola olmadingizmi? Eng yaxshisi olib bermang. Agar farzandingizni sevsangiz. Olib berasizmi? Marhamat, olib beravering, u sizning ishingiz. Bola sizniki. Biz ustoz sifatida, o'qituvchi sifatida hayotda ko'rayotgan voqealar, hodisalar va uni kelib chiqish natijalarini biz tahlil qilib aytib beramiz, xolos. Xulosa va qaror o'zingizda. Demak, o'quvchilarning shuncha vazifasi bor. Bu har biri ota-ona va o'qituvchi tomonidan nazorat qiladi. O'qituvchi qachon nazorat qiladi? Maktabga borganda nazorat qiladi. Uyga vazifasi bilan, formasi bilan, dars jarayonidagi to'polon bilan, janjal bilan, ustoz hurmat qilish bilan hammasini tozaligi bormi, maktabda ustoz nazorat qiladi. Ota-ona esa uyda nazorat qilishi kerak. Ota-ona va ustoz birgalikda bir maqsad sari harakat qilinsa, albatta natijasi go'zal bo'ladi. Endi o'qituvchilikka o'tamiz. O'qituvchi ta'lim va tarbiya. Qaranglar, tagiga chizib qo'ydim qizil bilan.
ta'lim va tarbiya ishlari bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Bo'lganda ham oliy ma'lumotli mutaxassis. Ta'lim va tarbiya deb qo'yibman. Ta'lim bu dars berish jarayoni bo'lsa, tarbiyasi ham berib ketadi. Bitta mahallaga bitta bolaga 7 mahalla ota-ona degan gaplar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Qolaversa, ustoz albatta ta'limdan tashqari tarbiya ham berib ketadi. Tanbeh ham beradi. Siz ota-ona sifatida uyda qanday tarbiya berasiz? Bolangizga o'rgatasiz, tushuntirasiz, buyurasiz, bajarmasa urasiz, to'g'rimi? Urmaysiz emas. So'kasiz, so'kmaysiz emas. Ayniqsa ayollar juda yomon borib olib keladi. To'g'rimi? Urasiz, so'kasiz. Ha, xo'p, ustoz ham maktabdagi o'quvchining otasi ham onasidir. Ta'lim ham beryapti, tarbiya ham beryapti. Siz uyda ta'lim bera olmaysiz. Chunki siz bitta fan bo'yicha, misol uchun matematika fani bo'yicha siz mutaxassis emassiz. Ustoz matematikadan dars ham beradi, misol uchun, yoki boshqa fandan. Undan tashqari tarbiyani ham beradi. Siz uyda tarbiya berasiz, xolos. Demak, ota onadan ko'ra ko'proq ta'lim va tarbiyani ustozlar ham berar ekan. Maktabda faqat, qisqa muddat bo'lsa ham maktabda. Lekin asosiy tarbiyani o'quvchilar uyda oladi. Shuning uchun ustoz otangdek ulug' deyshadi. Otangdek ulug'. Ya'ni ota-ona bizning tanamizning me'mori bo'lsa, qalb me'mori ustozlardir. Shuning uchun ta'lim, tarbiya beradi. Barcha hujjatlarda, o'qituvchilarning barcha hujjatlarida ta'lim va tarbiya ketgan. Hech qaysi bir ta'lim muassasasining hujjatlarida, o'qituvchining hujjatlarida hech qaysi bir pedagogikaga doir kitoblarda hech qaysi bir ta'lim deb ketmagan. Ta'lim va tarbiya. Ochib ko'ringlar hujjatlarni, ochib ko'ringlar kitoblarni. O'qituvchi ta'lim va tarbiya ishlari bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Bo'lib ham oliy ma'lumotli mutaxassis. Men haqiqiy o'qituvchilarni nazarda tutib aytyapman. Ayrim o'qituvchilik qiyofasini ish topa olmasdan maktabga borib prosta tak shunchaki dars beravergan ayrim qo'shtirnoq ichidagi o'qituvchilar yoki oliy ta'limda shunchaki yuradigan o'qituvchilar haqida emas, haqiqiy o'qituvchi haqida gap ketyapti. Endi o'qituvchilik kasbi dunyodagi birinchi kasb, nomer 1. Nega? Chunki o'qituvchilik kasbi boshqa kasblarning yaralishiga asosdir. Qaysi mana bir nechta kasblarni yozib qo'ydim. Barcha kasblarning ustozi o'qituvchidir. Oddiy zavodga ishchi bo'lib, ya'ni yuk ko'taruvchi, deymi, grushchik deydi, yuk ko'taruvchi bo'lib, ishchi bo'lib kiradigan bo'lsangiz yoki biron bir ishni bajaradigan bo'lib, oddiy ishchi bo'lib, qorovul bo'lib kirsangiz ham nima qilish kerak? Ariza yozish kerak. Men palonchi deb ariza yozasizmi? Qabul qilish direktori nomiga ariza yozishingiz kerak. Ariza yozish uchun harflarni bilish kerakmi? Harflarni bilish uchun maktabda ustoz ko'rish kerak. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar o'qituvchini qo'lidan chiqasiz. Shuning uchun Germaniyada, dunyodagi rivojlangan barcha mamlakatlarda ustozni qadri baland. Yaponiya, Germaniya rivojlangan mamlakatlar. Oyligi katta va hamma hurmat qiladi. Germaniya kanslerining oldiga bir nechta lavozim egalari kirib, bizni oyligimizni ko'taring desa, aytgan ekanki, sen uyalmaysanmi? Ustozing o'qituvchidan ham ko'proq oylik olishga uyalmaysanmi degan ekan. Demak, Germaniyada eng katta oylik o'qituvchilarniki. Yaponiyada eng hurmat qilinadigan shaxs bu ustoz, o'qituvchi. Shuning uchun biz ham qachonki o'qituvchini hurmat qilar ekanmiz, qachonki o'qituvchiga nisbatan munosabatlarimiz o'zgarar ekan, O'zbekiston shunda nima qiladi? Rivojlanishni boshlaydi. Endi rivojlanish nima degan? Rivojlanish 100 etajli domlar, 100 qavatli domlar, dachalar, villalar, eng oxirgi modeldagi mashinalar bilanmi? O'sha bilan belgilanadimi? Yo'q. U rivojlanish emas.
Faraz qiling, bitta davlat bor, u davlatda hamma ahmoq, ya'ni umuman ilmsiz odamlar, lekin boyligi bor edi, u qurildi hamma narsa. Bu rivojlangan davlat hisoblanadimi? Yo'q. Ilmli mutaxassislari ko'p, texnika texnologiyalar rivojlangan, eksport mahsulotlari chiqib ketayotgan, importdan ko'ra eksport ko'p. Eng zamoning eng oxirgi texnologiyalarni ishlab chiqarib eksport qilayotgan davlat rivojlangan bo'ladi. Ilmli davlat rivojlangan bo'ladi. Uni esa kimlar chiqaradi? Ustoz chiqaradi. Moliyaviy erkinlik, ya'ni boy badavlat bo'lib o'ziga to'q bo'lib yashashligingizni ham kitob o'qish orqali bo'ladi. Ya'ni moliyaviy erkinlik o'sha moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali. Pulga urib pul qilish uchun ham qandaydir moliyaviy savodxonlik kerak. U ham biznes va unga bog'liq kitoblarni o'qish orqali. O'qishi ustoz o'rgatadi. Totuvlik va farovon yashash. Totuv va farovon, ya'ni tinch, sakinatda yashash uchun ilm kerak va me'da to'qligi kerak. Ya'ni boylikka o'shlik emas. Kimlardir 100 ming dollar kuniga topsa ham nima qiladi? Yana. U hech qachon nima qilmaydi, u to'ymaydi, u o'lguncha ana shunda o'tib ketadi. Uni me'dasi to'q emas. U qalban qashshoq. Lekin shunday odamlar bor, quruq oylikka yashasa ham me'dasi to'q, boylik ovqatini quvmaydi, tinch totuv farovon yashaydi. Chunki kuniga 100 ming dollar topsangiz ham, faraz qiling, ikki kishi bor, bittasi quruq oylikka ishlaydi, bittasi kuniga 100 ming dollar topadi. Ana shu ikkalasi bir joyda o'tirib ovqatlansa ham, yesa 4 tadan shashlik yeydi xolos. Bir porsiyadan osh yeydi xolos, undan ortiq narsa yeya olmaydi. Yotsa bitta karavotda yotadi, unisi bitta, bunisi bitta karavot. Yursa ham bitta mashinada yuradi. O'lsa ham bitta tobutda ketadi. Bitta tobutda ketadi. 2 metr joyga ketadi. Demak, totuv va tinch yashash uchun ilm kerak birinchida, ikkinchi me'da to'qligi kerak. Buni ham ustoz o'rgatadi. Keyingisi, farzandlar kelajagi. Endi farzandingiz bor, ikkita farzandingiz bor. Biri o'ta ilmsiz, bittasi o'ta aqlli. Siz o'ta ilmsizga butun boyligingizni berganingiz bilan xotirjam keta olmaysiz yoqqa. Ilmli bolangizni bir so'msiz qoldirsangiz ham xotirjam ketadi. Chunki unda ilm bor. Ilmli bola hech qachon xor bo'lmaydi. Ilmni kim o'rgatadi? Ustoz o'rgatadi. Shuning uchun biz nima uchun ustoz mavzusini va o'quvchi mavzusini ko'tarib chiqdim? Chunki oxirgi paytlarda ustozni qadri meni nazarimda biroz tushgandek. O'quvchilarning esa ilmga bo'lgan munosabat, ota-onalarning farzandlarining kelajagiga bo'lgan munosabati biroz o'zgargandek tuyuldi. Shuning uchun shu mavzuni ko'tarib chiqdim. O'quvchilar o'zlariga biriktirilgan vazifani bajarishligiga biz majbur qilishimiz kerak, ota-ona sifatida. Ustoz maktabdan turib majburlasa, ota-ona uydan turib majburlasa, bolaning asosiy vaqti uyda va maktabda bo'ladi. Albatta kelajakda yaxshi inson bo'lib chiqadi. Majburlash kerak. Darsingni qildingmi? Qayerda yuribsan? Nazoratga olish kerak. Ustozlarni hurmat qilyapsanmi? Urushmayapsanmi? Kitobingni o'qidingmi? Sportga bordingmi? Nazorat, uydagi ishlarni qildingmi? Nazorat. Shundagina biz ertaga O'zbekistonning kelajagiga foydasi tegadigan yoshlarni yetishtirib chiqaramiz. Ustozlarni hurmat qilish kerak. Qachonki biz ustozni hurmat qilsak, ota-ona sifatida, ustozing shunaqa dedi, sen haqingda nega aytganini qilmading? Ustoz aytganini qilgin deb biz ustozlarni hurmat qilsak uydan turib, o'quvchilar ham ustozni hurmat qiladi. Biz ustoz bir tingyamiz, ustozing telefon qildimi? Jonga tegdi shu ustozing ham deb telefon o'chirib qo'yib gaplashishga, ustozga nisbatan hurmatsizlik qilding. Biz hurmatsizlik qilyapmizmi ustozga nisbatan? Bolalarni hayotda hurmat qilmaydi. Olmaning tagiga olma tushadi. Qush inida ko'rganini qiladi. Shuning uchun avvalo biz hurmat qilaylik, keyin farzandlarimiz hurmat qiladi. Endi oldinlari ustozni oldiga
Suyagi maniki, etsizki ustoz, ursiz uring, tepsiz teping deb ota-onalar tashib ketadi. Shuning uchun bolalar g'iq etmasdan o'tirib dars qilardi. Hozir unday emas. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz, ustozni urgan ham, ustoz so'kkan ham. O'zbekistonda 10370 ta maktab bor. Kuniga bittasida shunday muammo bor-da. Kuniga bittasida. Bu degani kuniga 10 mingta mana shunaqangi ustozga nisbatan hurmatsizlik degani. Bu yaxshi emas. Ustozni hurmat qilish kerak. Ustozni hurmat qilishlik, o'zimizni hurmat qilishlik, o'zimizni kelajagimiz haqida yaxshi munosabatda bo'lishlik bilan barobar. Oldinlari biz yoshlikda rosa kalta yerdik ustozlardan, lekin bironta odam invalid bo'lib qolmagan. Bironta odam bir majbur bo'lib qolib, bir qiynalib, haligacha kalta yeganini eslab burarda yomon ustoz demagan. Afsus qiladi. Yaxshi ham urgan ekan, xursand bo'ladi. Lekin hozirgi kunda hamma ustozga yopishib olgan. Ustoz bir shapaloq ursa, voydod ustidan yozgan, ustidan telefon qilgan, uchastkoga yugurib borgan otani. Lekin aslida oldingiga nisbatan hozir invalidlar ko'payib ketyapti maktabda. Ishonasizlarmi? Ustoz ursa emas, ular yemoq, ichmog'iga qarab har xil ximikat yor, telefonni zombi bo'lib, telefon ko'raverib, zrenasi ketgan, cherepni davleni, yuragida parogi bor, atravleniya bo'lgan, balo-battar kasalga chalingan shamollarni bo'lar bo'lmasga maktablarga qaranglar, qanchasi yemoq, ichmog'i noto'g'ri bo'lganligi uchun kasallar ko'p. Ustozdan kaltagidan hali hech kim o'lmagan. Ustoz sportsmen emas, u bor bit turib buzib tashlaydigan. Boldan suyagini. U ilmli odam. U jim bo'l deydi. Bitta shapog'isi. Siz istagan o'quvchini ushlang-da, 11 yil davomida ustoz necha marta turibdi? 2 marta, 5 marta, 10 marta turgandi. Ota-onasi 11 yil davomida undan 10 karra ko'p uradi uyda. Yo otasi, yo onasining bittasini hisoblang. 10 karra ko'p kalta yeydi bu o'quvchi. Ota-ona ursa indamaysiz-da, indamaymiz-da, lekin ustoz ursa yugurib boramiz. Arzonni sho'rvasi tatimadi, yo'q. Tekin narsa shunaqada, tekinning qadri yetmaydi. Agar pul to'lab uchemli sentrga borsa o'quvchilar indamaydi. To'polon qilmaydi, o'quvchi ham to'polon qilmaydi. Jim o'tirib, o'sha ustoz aytgan narsasini qiladi. Maktab tekinda. Tekin bo'lgan uchun xohlasa baqiradi ustoziga, xohlasa janjal qiladi. Shuning uchun ustozni hurmat qilaylik bo'ldi tamom. Keyingisi temirchi va bog'bon. Qaranglar, bog'bon bitta ko'chat ekar ekan, uni doimiy sug'oradi. Doimiy nima qiladi? Parvarish qiladi. Vaqt soat kelganda kesadi shoxlarini. Daraxtning yosh ko'chatlarning tanasi og'riydi. Lekin kelajakda hosildor bo'ladi. Zo'r hosil beradigan bo'lib chiqadi. Bog'bon kesadi. Ustoz ursa uribdi. Nima bo'pti? Ustoz uryapti. Yomon bo'lganda uribdimi? Yomon bo'ldi uryaptimi? Keyingisi temirchi. Temirchi yerdan bitta temir olar ekan, ma'qul bir temir olib kesib va uni qizdiradi. Kesganda temirni joni og'riydi. Qizdirganda joni og'riydi. Keyin uni uradi va shaklga keltiradi. Keyin temirdan biron bir foydali bir mahsulot chiqadi. Inson ham shunday. Endi urush kerak ekanni pokkalat urush emas. Gap urush haqida ketmayapti. Gap inson tarbiyasi haqida ketyapti. Gap ustozga nisbatan hurmatsizlik qilmaslik haqida gap ketyapti. Jim o'tirgan bolani ustoz o'zidan o'zi kelib urmaydi. Dars qilib kelgan bolani ustoz o'zidan o'zi kelib urmaydi. Quturgan bolani uradi, to'polon qilgan bolani uradi, dars qilmay nega qilmayapsan? Uni kelajagi haqida qayg'urganidan, joni achiganidan uradi. Ustoz asabi buzilib bo'lsa ham, lekin bolani ana shu ilmsizlik botqog'idan ilm tomon tortishga harakat qiladi. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Ustozning qadriga yetinglar. O'zi ustozlar, ilmli ustozlar o'zi kam. Har doim, har davrda kam bo'lgan. Ularning qadriga yetish kerak. Imom Buxoriy. Imom Buxoriyni yozgan kitobi Sahih Buxoriy. Butun yer kurrai zaminiga
dasturul amal bo'lib qoldi. U insonni hayoti haqida, u insonning otasi haqida o'rganinglar. U inson Imom Buxoriyning otasi ustozlarni hurmat qilgan, ilm ahlini hurmat qilgan. Shuning uchun Imom Buxoriy chiqdi. Uzoqqa bormaylar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari. U insonning otasi, otalari haqida, otalarining qattiqqo'lligi, otalarining ilmga bo'lgan munosabati haqida ozgina o'rganinglar. Olmani tagiga olma tushadi. Bugun gapirmoqchi bo'lgan gaplarim mana shulardan iborat. Ustozlarni hurmat qilaylik, ustozlarni qadriga yetaylik. Ustozlar g'animat. Bizning farzandlarimizning qalb me'morlari ustozlardir. O'quvchilarni nazoratga olaylik. Bola yoshligida qanchalik qiynalsa, qanchalik qiynalib o'qisa, qanchalik ko'p ilmiy mehnat qilsa, aqliy mehnat qilsa, kelajakda shunchalik farovon hayot kechiradi. Ustozlarni hurmat qilaylik, ustozlarga har doim ta'zimda bo'laylik. Ustozlar bilan maslahat qilaylik. Farzandim haqida ko'proq kim biladi deb so'rasangiz, siz ota-ona va ustoz biladi. So'raylik, ustozlardan maslahat qilaylik, kelajakda kim bo'lishligini muhokama qilaylik, ustozlarni o'zimizga do'st tutaylik, ular bilan hamkorlikda farzandlarimiz kelajagini quraylik. Bizda boshqa yo'l yo'q. Bizning qarigan chog'imizda qanday hayot kechirishligimiz farzandlarimizning kelajakda qanday inson bo'lishligiga bog'liq. Yurtimizning kelajagi ham, bizning qarigan chog'imizda qanday tinch totuv yashashligimiz ham hammasi farzandlarimiz kelajagiga bog'liq. Shuning uchun ustozlarni hurmat qilaylik, farzandlarni qattiq nazoratga olaylik. Mana shu niyatda shu videoni chiqargandim. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat.